Noyirman, hozirgi vaqtda siz siyosiy ochlik e'lon etdingiz. Shu siyosiy ochlik bilan siz o'z maqsadingizga erishirsiz deb ishonasizmi? Albatta ishonamiz, chunki mag'na yo'q kurashirga agarda o'zing jingingga ishonmasang. Ammo nechikina bo'lmasa, men tatar xalqining shunday aytimi bor bit. Yotib qolgancha yotib qoldilar. Biz shu ochlik vaqtida shu maqolani azraq o'zgartib, yotib qolsang-da otib qolarga bo'la. Shu an bizda nechta bo'lsa-da, oxirgi xatli bunda qarshi kurashirga niyatlimiz. Chunki bu bizning bu bizning millatimizning hamda bu millatimiz uchun bik kerakli deb sanaymiz. Mana bit qo'yber siyosiy ochlig'ini e'lon etuvchilar bitni o'zlari yonida tabiblarni chaqirarlar, boshqalarni chaqirarlar, pressni chaqirarlar, shu bit. Siz tabiblarga murojaat etdingizmi? Tabiblarga murojaat etdik, ular aytdilar, azra Xalqimiz og'raysa, biz shunda kelirga hozir dedilar. Matbuotga kelganda qizg'anishga qarshi bik kuchli informatsion blokada üstünde turabız. Çünkü resmi matbuat elbette bizden bunday charaga kelmey. Çünkü bu binani satırga niyetlovchi kishilar elbette bu ishni qo'yg'irgandir deb o'ylayman. Agarda shu siyosiy ochlik sizga yordam etmasa, bino sotilsa, olg'a toba narsa shari o'ylaysiz. Olg'a toba oxirgi bu binodan ketmasga politsiya bilan ketsinlarmi, ochlikdan ongimizni yo'qotib, shulay chiqarsinlarmi? Nechikda bo'lmasin, bu binodan biz ketmaymiz. Mana bitni qo'yber kishilar aytadilar, ular siyosiy ochlik e'lon etadilar, lekin suv ichadilar deb aytadilar, balki boshqa narsada qo'llanadilar. Nechik ochlik sizning bor? Narsalar ichasiz, narsalar o'shamaysiz. Biz barcha suvdagina turamiz, suvgina ichamiz. Birni de aşamayız. Bilmem, bana g'adil kishilar ishonarlar deb o'ylayman bizning ochligimizga, chunki bizning maqsadimiz tugul nechta bo'lsa yashirgin aytib, endi bo'lsa maqsadlarga erishishga. Bizning maqsadimiz biz bu birdan bir demokratik singodim bilan o'zimizga e'tibor jalb etib bu binoni saqlab qolarlar. Hozirgi vaqtda orag'izda mana 5 kishi siz siyosiy ochlik e'lon etdingiz. Hallari ağrayganlar barmı, yok mu? Elbette mene işinchi kun endi sizlar, u biraz bosh og'rita, biraz hal yo'q endaymi? Halsizlik mene ko'proq yo'qlab turasiz kelar, ko'proq yiqi, bari ko'proq yotib turasiz kelar. Albatta organizm talab etadi. Shunga ko'ra bugun ko'p yurmasga tirishamiz, ko'p silkinmasga tirishamiz. Ammo agarligi vaqtda hallarimiz stabil deb aytayim. Mene bir necha kundan narsa bo'lar, ko'z ko'rir. Siz mana shu auksionga qo'yilgan binoni sotgan kishilarga, organlarga murojaat etdingizmi? O'zingizning siyosiy ochlik e'lon etganingizni bildirdingizmi? Rasmiy ravishda 2 uyushma ismidan da Qozon hokimiyatining da ham Tatariston prezidentining da bildirib berildi. Biz mana shunday kundan vaqtida ishlatmagan ochlik e'lon etamiz deb. Shulay bizning zaявление qabul etildi. Ochlik e'lon turida shunda butun mumkin bo'lgan yerlarga jiberdik. Kelib qiziqsizlar bo'ldimi? Mana bugun erta bilan ni g'ajayib Tataristonning Ichki ishlar ministrligining yetakchiligidan bir necha kishi keldi, hallarimizni bilishdi, obstanovkani qaradi, menda siz ko'p metrga jinasiz, narsashlarga jinasiz degan so'rovlar bilan kelib ketdilar etan. Masalan, shishirga va'da etmadilarmi? Masalan, shishirga va'da etmadilar, ammo shunisini aytib kesim kelar, ular da bizga qarata shunday o'zlarining fikrincha yaxshi fikrda biz sizga tilakdoshlik ko'rsatamiz deb fikr etdilar, shaxsiy o'zlari.